Mana qaranglar, bugun ham sizlarga ko'p narsa topib qo'ydim. Bitta like bosib qo'ying, yaqin tarafga jo'natib qo'ying, ulgurib qolishsin. Xo'p, biz obzorni boshladik. Kelinglar, kompyuterning stoldan boshlaymiz. Ukam, yaqinroq olib kelgan. Qara. Kompyuterning stol holatlari zo'r, tortmalari ham ideal holatda turibdi. Cho'tki sostoyaniyada, narxi ham shikalat, atiga 400 ming so'm. Shkopimiz bor. Bitta tarafi qaranglar, veshilkali bo'ladi, bitta tarafi polkali bo'ladi. Cho'tki sostoyaniyada, razmeri 1 metrga 210. Undan tashqari mana shunaqa yosh katta odamlarga olib bersanglar, kreslo kachalkamiz atiga $100. Ideal holatda turibdi. 2 metrlik kuxnyamiz bor. Sochniligini qaranglar buni, rangini, o'zining смеситель moykalari bor. Cho'tki sostoyaniyada turibdi. Buni narxi atiga $200 o'rtoqlar. Xo'p, 4 metrlik kuxni garniturimiz o'zini texnikalari bilan birga, qaranglar. Texnikasi nima qiladi? Mana shu pechkamizni qo'shib beramiz, ishlaydi, garantiya beramiz. 5 kilolik invektor, LG kirmoshnamiz bor, bu ham ishlaydi, garantiya beramiz. Buni ham qo'shib beramiz. И Artel холодильнигimiz bor. Qaranglar holatini. Yengidek turibdi. Buni ham qo'shib beramiz. Mashitga bitta varishli panel qo'yib olasizlar, bo'ldi. Смеситель moykalari bor, akrildan qilingan. Ideal holatda. Buni narxi atiga $550 ga berib olamiz. Undan tashqari ugalogimiz 270 ga 160 bo'ladi. Bitta tarafi ko'tariladi, sandiq qilib ishlatsanglar bo'ladi. Cho'tki holat turibdi. O'zinglar uchun bitta ximsiga qilib olasizlar. O'zini jurnalning stoliklari bilan birga atiga $150 o'rtoqlar. 4 tali baquvvat qilib ishlangan stullari 100% chinordan og'irgina, ideal holatda turibdi. Stoli ham zo'r dumaloq shaklda qilingan, 100% MDFdan qilgan. Holatlari zo'r turibdi. Buni narxi atiga 1,5 million so'm. Egalari nomeri Telegram kanalda bo'ladi. Bemalol o'tib telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Ulgurib qolinglar.